Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar uchun mana kech bo'lishiga qaramasdan video obzor qilay dedim. Mana hozir ko'ldan lichinkalarini olib kelgan edim. Shu balig'i xudo xolasa dastavka qilib chiqarib olyapmiz. Mana bitta partiya. Ichida bilmayman necha mingta ekan. O'zingizlar mana ko'rib olsanglar bo'ladi. Adashmasam shu joyi o'zida mana 3000 ta bo'lsa kerak. Mana yaqindan ko'rsataman. Zangiotagi takamizga dastavka qilib yuboramiz xudo xolasa. Shu lichinka savdosini ham yo'lga qo'ydik. Akalar, mana kimda kim ilon baliq boqayotgan bo'lsa, yangi boshlagan bo'lsa, o'sha harakatga tushgandan keyin sirazi olinglar, alohida qilib. Chunki katta ko'lliklar ichida mayda malyoklar yuradi, boshqalar yuradi. To'g'ri, ilon baliq o'zi bolalarini qo'rqlab yuradi. Baribir endi 100% hammasini zashta qila olmaydi. Baribir patera bo'lib qoladi. Shuning uchun alohida mashina qilib bitta idishga suzib olsanglar, o'shanda maqsadga muvofiq bo'ladi. Akalar, nimada suzib olaman deydigan bo'lsanglar, mana xuddi mana shunda, mana parda, oddiy pardani materiali mana shunda shu katta ko'liklardan suzib olsanglar bo'ladi. Mana oldingi videoda esinglarda bo'lsa ko'rsatgan edim. O'sha oldingi baliqlarimiz o'sha katta-katta bo'lib qoldi, shu strik bo'lib. Mana bu yoqda ham bor. Xudo xolasa bemalol aloqa chiqinglar, faqat 2 kun 3 kun oldin aytib qo'yasizlar, kimga shunaqa lichinkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, tayyor qilib, shu kislorod urib, ya'ni qopi bo'ladi o'zini maxsus. Shunday qilib tayyor qilib beramiz. Mana Toshkent viloyati Vodiy voha uchun ham dastavka qilib yuboramiz. Pulini endi xudo xolasa kelishiladi. Bironta bir taksini gaplashib, hozir taksi topish, dastavka muammo emas. Mana hozir yaqinroqdan ko'rsataman. Bu birinchi videomizdagi ilon baliqlarimiz. Mana. Boshlanishiga tavsiya qilaman. Mana shunaqa kichkina bir hovuzda boqsanglar, patera bo'lmaydi. Ko'zingizda ko'rib turadi. Nima bo'layotgani, oziqlanish darajasi qanaqa bo'layotganini, dafna bormi yo'qmi. Agar sirazi buni katta suvga qo'yib yuboradigan bo'lsangiz, bilmay qolasiz. Qancha yo'qolib qoldi, ya'ni qancha patera bo'ldi, qancha qoldi, bilib bo'lmaydi. Mana bu hozir oziqlanyapti. Pastda yaqindan ko'rsatishga harakat qilaman. Dafnalar bor mana. Bu bekorga suvni pastiga tushib olmagan. Mana bu yerda birinchi partiyamiz. Uje katta baliq bo'lib qolgan. Mana akalar. Ilon baliqlarimiz. Bu hovuzimizda 2000 ta bor. Mana bu yerda ham to'dasi bor mana. Mana. To'dasi. Mana bu yerda ham bor. Mana dafna bilan oziqlanishyapti. Qarab tursanglar ko'rinadi. Mana suvni devorlariga kelib urilyapti. O'sha yerdan dafnalari oziqlanib yeyishni boshlashyapti. Mana o'sha 1,5-2 sm, oldi 2 sm bo'lib qolgan. Akalar, bemalol aloqaga chiqinglar. Boya aytganimdek, faqat 2 kun 3 kun oldin aytib qo'yasizlar, menga kerak. Zakaz qilib qo'ysanglar, inshaalloh harakatdamiz sizlar uchun. Qo'limizdan kelganicha ozmi ko'pmi bilimlarimizni ulashib boramiz. Mana bu yoqda ham dafna bilan oziqlanyapti. Shuning bilan obzorimizga yakunlaymiz. Hammaga xayrli kech. Fikringlarni kommentariyada qoldirasizlar degan umiddaman. Kanalimiz rivoji uchun like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishinglarni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuninglar xayrli o'tsin.